Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Mana Xudo xolasa Samarqand viloyati Tayloq yurugidagi navbatdagi obyektimizdan bitta. Bu obyektimiz eniga 11,5 metr, uzunligi 25 metr. Bu joyimizni kvadratini 210 ming so'mdan qilib berdik. Firmalarimiz ekskatli. Tunukalarni ham qatiri, tarmoqlarni ham tushirib berdik. Kimda shunaqa xizmatlar bo'lsa, nomerimiz 88 836 44 46. O'zbekiston bo'ylab xizmat ko'rsatamiz. Bemalol aloqaga chiqib ko'rasizlar. Mana bu yerga og'rimiz 4 dalya qo'yilgan. 6 metr balandlikda ustunimiz qo'yilgan. Hozirlar ichidan ko'rinish holatini ham olib beraman. Mana ichidan ko'rinish holati. O'rta sentrimiz 260 ko'tarilgan. Frontonlarni ham bekitib berganmiz. Firmalarimiz orasi 1.25 dan tushgan. Xohlasa chiroyli, baquvvat holatda bo'ldi. Kimda shunaqangi zavod, fabrika, uy tomlari, to'yxona tomlari bo'lsa, bemalol aloqaga chiqinglar. Kelishib qilib beramiz, narxni olamiz. 180 mingdan 250 mingga doğru chiqaveradi. Reykalarimiz ham temirda. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.